Food City bozordan 2-3 kilometr uzoqligida Sholqor mahallasida ko'rayotgan tarafinglar Sholqor dalalari bo'ladi. Fasadimiz 20 metr, ichkariga 25 metr. Umumiy hisobda 5 sotul uchastkamiz sotilyapti. Havolar ancha yaxshi. Toza havo. Hamda kanalda suv har doim oqib turadi. Uchastkamiz fasadi anchagina keng. Ikkita uchastka tushirsalar bo'ladi. 3 uchastkaga sig'adi. Hujjatlari joyida. 1-2 kun ichida uy nomiyligiga o'tadi. Fasad ishlari qolgan. Remont bo'lganiga 2 yil bo'lgan. Ichkari remont atidov qilingan. Kirib kelishimiz qo'l. Agar sizlarda ham sotayotgan uylar bo'lsa, maklerlar sizlarga sotishda yordam berishadi. Obuna qo'yish sizlardan chiqmasin. Bu birinchi xonamiz bo'ladi. Spalni. Men mebel texnikalarini alohida savdolashib olib qolsanglar bo'ladi. Spalning o'zini sanuzel ham bor. Issiq suv, sovuq suv, gaz, svetlardan muammosi yo'q. Uy zalga qo'yilmagan, kredit olinmagan, kreditga olinmagan. Hammasi joyida. Hujjatdan hech qanaqa muammosi yo'q. Agar shahar ichida yoki shu Food City bozor atrofida sotilayotgan uylar bo'lsa, kvartira bo'lsa, bir xonali bo'lsa ham davlatasi bilan gaplashaveramiz. Sotishdan maqsad ikkita uy olish. Agar ikkita uylar ham bo'ladigan bo'lsa, uni ham gaplashaveramiz. Narxi $130,000, ozgina kami bor. Joyini gaplashamiz. Bu bitta detski bo'ladi. Detskidan kirsak, kattalar yotoqxonasi hamda garderob va sanuzga kirib ketadigan eshigimiz. Uchastkamiz kattagina, lokatsiyasi yaxshigina. Rasmlar lokatsiyasini Telegram kanalidan olasizlar. Telegramga kirib makler Akmal so'zini yozsanglar, mani rasmiy kanalim kelib chiqadi. Qo'ni qo'shnilar yaxshi. O'zbek mahalla, o'zbek qo'shnilar. Yo'da yotoqxonasi, hojatxonasi, kotolxonasi hammasi bor. Bu yoqda ayollar bor, kira olmadik. Oshxona shu yerda joylashgan, kattagina.